Cobalt avtomobili Termizdan Elyor akadan 2024 avtomat, 2024 mexanika. Mana Elyor aka kelishtirib beramiz deyapti. Naqdga ham, через bank ham xohlagan variant qilamiz deyapti. Surxon Mediadan kelsangiz kelishtirib beramiz deyapti. Cobalt avtomobili Qumqo'rg'on qora turbadan Cobalt sotuvda avtomat korobka 2014. Cobalt avtomobili uzundan shu akadan Cobalt sotuvda ekan, videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Cobalt avtomobili Sho'rchidan 2024. Cobalt avtomobili Denodan 2022 ga 2023 variant ham qilib beramiz deb, через bank ham qilamiz deb aka. Cobalt avtomobili Denodan 2020-yil 114 ming yurgan naqdga kelishamiz deb aka. 2013 Cobalt so'raganlarga Oltinsoydan shu akadan kelishtirib beramiz deb, 2013 olaman deganlar bo'lsa marhamat. Cobalt avtomobili Sho'rchidan 2020-yil 97 ming yurgan. Surxon Media. Yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 16-noyabr 2025-yil Surxondaryoda Dena mashina bozoridan Cobalt narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Cobalt avtomobili avtomat korobka Sho'rchidan Cobalt sotuvda ekan 2020 aka. 2020 avtomat korobka. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza ekan. 97 ming yurgan. Xo'p, propanda konditsioner abizlari bor ekan. 97 ming kilometr yurgan. Avtomat korobka 4 baloni boshqa qo'yilgan, yangi turibdi. Mana salon ichlari 97 ming yurgan ekan probega. Xo'p, mana Sho'rchining mashinasi ekan. Endi har bitta mashinani video qilib tanishtiramiz. Tamom borib qopti. Aka nech bilyapsiz buni? Sho'rchinikini. 130 deyapsiz, ha? 20 aydan 130 baho qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Savdo 25 bo'lyapti. Savdosi 125 bo'lyapti. 130 baho qo'yilyapti ekan. Kelishamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 77lik 354 77 70 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili uzundan 2019-yil Cobalt sotuvda ekan, mexanika Cobalt oladiganlar bo'lsa, Dehqondan 2019. Aka kraskasi qanday? Kraska toza, bitta petnosi bor, yarim qarshim chiqmaydi. Bitta joyda petnosi bor ekan, yarim qarshim chiqmaydi deyapti. Eshitdilaringiz, 2019 konditsioner ABS metani bor ekan. Yurgani qancha aka buni? 109 ming kilometr yurgan. 2019 4 ta archali balondan qo'yilgan. Xo'p, salon ichidan bir ko'rsataylik. Mana salon ichlari 109 ming, haqiqatan 109 ming yurgan. Probek ko'rinyaptimi? Xullas mana chiqoli ekan, poliglari bor ekan, lelonda qilingan ekan. 2019 Cobalt uzundan sotuvda ekan, bir joyda yarim qarish kraskasi bor ekan tashqarida. Qolgan joyi toza deyapti. Aka nech bilyapsiz? Qancha? 125 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? So'rab ketyapti aka. So'rab ketyapti, naqdga sotamiz, ha? Aka nomerni aytib qo'ying. 94lik 264 0770 nomerga bog'lanamiz. Elyor akamiz Termizdan kelibdi ekan, ikkita Cobalt olib ketdi ekan, sotgani Cobalt oladiganlar bo'lsa marhamat. Elyor aka bularning yil nechi? 24 avtomat 53 ming kilometr yurgan Cobaltni birinchi tanishtiramiz. Mana Elyor aka Cobalt olib ketgan ekan. Xo'p, aka kraskasi qanday? Toza 2024 avtomat dediz-a. Xo'p, ana konditsioner bor, pokoleniya propan qo'yilgan, abizlari bor ekan. Yurgani qancha Elyor aka buni? Xo'p, mana balonlar qarang, o'zini balonlarida. Xo'p, mana tablodan ko'rsatamiz. Yurgan 50 ming kilometr. Mana 50 ming kilometr yurgan. Mana monitorlari bor, avtomat korobka, poliga bor ekan, chiqoli yo'q ekan. 2024 dediz aka buni. 2024 50 ming kilometr yurgan Termizdan Cobalt sotuvda ekan, kraskasi toza. Elyor aka buni nech bilyapsiz endi? Surxon Mediadan bo'lsa kelishtirib beramiz deb. Aka tan narxi nech bilyapsiz, baho qo'yapsiz? 150 baho qo'yapsiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 150 baho qo'yapti, har xil savdo bo'lyapti, kelishtirib beramiz deb. Elyor aka buni variantga beramiz, naqdgami? Через bank orqali ikkilanchi qilib ham sotib olishingiz mumkin ekan. 28 million bilan chiqib ketadi. Elyor aka nomerni aytib qo'ying. 90 247 shu nomerga bog'lanasizlar. Xo'p, Elyor aka bu ham sizdan-a? Buni yil nechi? 24 mexanika. 2024 mexanika ekan. Mana Termizdan Elyor aka ikkita Cobalt olib kelibdi ekan. Bittasi avtomat, bittasi mexanika ekan. Xo'p.
2024 mexanika 4-pokoleniya metan. Yumshoq balonda. 4-pokoleniya propan bu. Propan, konditsioner, abizlari bor. Yurgani qancha ekan buni? 39 ming bo'ldi. 39 ming yurgan. 4 ta balon ham qo'yibsiz, ha? Ha, 4 ta miyaqti. 4 ta miyaqti balon ham qo'ygan. Haydash kerak deyapti. Ana probegi 39 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza ekan. Xo'p, biz orqasini ham ko'rsataylik. Mana orqalari. Eylar aka, buni necha qilyapsiz mexanikani? Ha, 150 million so'm baho qo'yapti. Surxon Meydadan kelib ko'rsangiz, kelishtirib beramiz deyapti ekan. 150 million so'm baho qo'yilyapti. Eylar aka, nomerni qaytarib yuboring. 90lik 247 9900. Yana bitta nomerimiz bor. 88lik 808 1888 nomerlarga murojaat qilishadi. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana ikkita kabel sotuvda, kimgadir mexanika, kimgadir avtomatik korobka kerak bo'lsa, Eylar aka Termizdan olib keldi ekan. Naqdga ham, через bank ham kelishtirib sotamiz deyapti. Bog'lanasizlar. Cobalt avtomobili 2024-yil Cobalt sotuvda ekan. Aka, mexanika ham avtomatmi? Mexanika ekan, sakadiskalar qo'yilgan avtomatiki 2024 dedingiz aka. Xo'p, 2024 26 ming kilometr yurgan. Konditsioner bor, ABS bor, metani ham bor ekan. 26 ming kilometr yurgan, avtomatik korobka, diskalar qo'yilgan balonlar bilan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Salon ichini ko'rsatamiz. Ishg'ol poli qilinmagan ekan. Evakuator policha tashab qo'yibdi. Probeg 26 ming kilometr yurgan. Xo'p, mana orqalarini. Orqasi yopiq ekan. Xo'p, zapaskalar tushmagan deyapti. Mana zapaskalar tushmagan haqiqatan ham. Ochib ko'rsataymi bir. Mana aka. Zapaska balonlar, metallari ham toza ekan. Yangi turibdi. Orqasidan bir ko'rsataychi bu tarafini. Mana orqa salonlari ichi. Aka, necha qilyapsiz buni endi? 60 million so'm deyapti. 160 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Savdolimcha bo'layapti. 160 baho qo'yib, hali uncha savdo bo'lgan yo'q. Kelishamiz deyapti ekan. Aka, naqdga sotamiz, ha? Naqdga sotamiz. Variant yo'q, ha? Variant ozroq qolmasa kutamiz. Ozroq yetmay qolsa kutamiz deyapti. Aka, nomerni aytib qo'ying. 90 90lik 248 248 0101. 0101 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Qumqo'rg'ondan, Qoraturbadan Cobalt kelibdi ekan sotuvda. Yili necha aka? 14. 2014. Kraskasi qanday aka? Kraska kirilda eshida bor. Kirillada eshikda kraskasi bor ekan. 2014 Qumqo'rg'on Qoraturbadan 4-pokoleniya metan, konditsioner, ABS bor ekan. Xo'p, avtomatmi aka bu? Udarki 195 ga 65 ga 15 mi balon? Pultni bosing, pultni. Xo'p, mana balonlari. Pultni bosdingizmi? Yo, daraxtda atib qoldi. Ha, olib ketib qolibdim. Avtomat korobka yurgani qancha aka buni? 3,5 kilo. Yurgan 3,5 kurak ekan. Pultni sheriga qargadir olib ketib qolibdi ekan. Xullas, mana 3,5 kurak yurgan 2014. Sarapini bo'lgan joylar bor ekan. Shu tarafda kraskasi bor dedingiz, ha? Boran, eshida. Eshikda bor ekan. Necha qilyapsiz bu 2014 da? 2014 avtomat korobka 100 million baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 85 gacha. 85 gacha bo'lgan. Kelishamiz, ha? Kelishamiz. Variantlar bormi yo'qmi? Variant ilojati kutamiz bir qism. Ha, bir qism yetmagan kutamiz deb nomerda aytib qo'ying katta. 95lik 95lik 730 730 9602. 9602 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2022 ga 2023 ekan. Texpasport 22, kuzov 2023. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi toza ekan. Xo'p, propan ekan, ha? Pokoleniya propan, konditsioner, ABS bor, 76 ming yurgan, ha? 76 ming yurgan. Mexanik avtomatmi bu? Avtomat ekan, mana. Avtomat korobka, Cobalt sotuvda ekan. Probeg mana 76 ming. Monitorlari bor, chiqonlari, polikchalari bor ekan. Nimasigacha? Ha, rollar qo'yilgan ekan, ko'rdim. Mana rollari, mana salonchlari. Aka, kraskasi toza dedingiz, ha? Aka, necha qilyapsiz buni endi? 138 baho qo'yilyapti. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Savdo 32 bo'lyapti. 32, 138 baho qo'yilyapti, 132 savdo bo'lyapti ekan. Kelishamiz aka. Necha sotamiz endi? 35 bo'lsa beramiz. 35 bo'lsa nari beri gaplashamiz, ha? Aka, nomerni aytib qo'ying. 95lik 95lik 889 aha, 9770. shu nomerga bog'lanasizlar. Bank ham qilib beramiz, variant ham bor. Cobalt avtomobili Denodan 2020-yil mexanika oq Cobalt sotuvda.
Xo'p, mana 2020 metan bor, kondisioner bor, abezlar bor ekan. 2020 yurgani qancha aka? 114 ming yurgan. Kraskasi qanday aka? Kraska petnos bor aka, krelni ichida. Kirillon ichida petnos bor, qolgan joyi toza. Toza. 2020-yil 4 ta baloni yangi Cobalt sotuvda 114 ming kilometr yurgan. Mana tablolari salafan to'shab qo'ysa ekamiz. Chihol yo'q ekan, polik bor. 2020-yil 114 ming. O, chiholi ham bor ekan, mana ichida bonusga olib ketasizlar. Xo'p. 2020-yil mana balonlarim yangiga tushmagan hali. Izi bilan turibdi. Aka nech qilyapsiz 2020 ni? 128 million so'm aka baho qo'yilyapti ekan. 2020-yil 114 ming yurgan, 128 aytilishi ekan. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo 120 bo'ldi. Savdosi 120 bo'ldi ekan. Kelishamiz deyapti. Aka variant bormi yo'qmi? Kelishamiz aka. Variantni ham kelishamiz deyapti. Nomerda aytib qo'ying aka. 93 164 93lik 164 31 31 shu nomerga bog'lanasizlar. Nomer ham udar ekan aka. 2013 Cobalt sotuvda ekan. Oltinsoydan mexanika 2013 mana metan bor, abez bor, kondisioneri bor ekan. Aka motori qanday? Motor zo'ra 2013. Kraskasi qanday aka? Kraska bor, ikkita joyda. Ikkita detalda petnosi bor ekan. 2013 8 diska balolar qo'yilgan, o'zi mexanika ekan. Mana 2013 chiqollari ham bor. 3-pozitsiya roller ligrovka bo'lar ekan. Probeg qancha aka? 386 ming kilometr yurgan. 2013 Oltinsoydan Cobalt sotuvda. Mana orqalarini ham ko'rsating. Metallari ham bor, balonlari ham bor ekan zapaska. Aka nech qilyapsiz 2013 da? 100 million so'm baho qo'yaptilar. Aka savdo bo'lim yo'qmi? 91 bo'ldi aka. 100 baho qo'yilib 91 savdo bo'ldi ekan. Kelishtirib beramiz a? Variant bormi yo'qmi aka? Variantni ko'ramiz. Variantni ham ko'ramiz deyapti. Aka nomerda ayting. 90lik 90lik 010 0059 shu nomerga bog'lanasizlar.